O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatida qatnashadigan qaydnomasi e'lon qilindi do'stlar. Keling, hozir sizlar bilan bu qaydnomani birma-bir ko'rib chiqamiz. Qaysi futbolchilar boradi, kimlar tarkibdan qolib ketdi, barchasi bilan tanishib chiqamiz. Undan oldin futbolga oid mana shunaqangi tezkor yangiliklardan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Unda boshladik do'stlar. Demak, darvozabonlarimiz O'tkir Yusupov, Navbahor, katta o'yinlar va qiyin palla qahramoni, emotsional yetakchi, Botir Ali Ergashev, neftchi, barqarorlik va sovuqqonlik, Abduvohid Ne'matov, Nasaf, reaksiya ustasi, darvozabondagi zamonaviy agressivlik, himoyachilarimiz Abduqodir Husanov, Manchester City, turnirdagi eng yorqin qahramonimiz va qimmatli himoyachimiz, bizning Yevropa klassimiz, Rustam Ashurmatov, Istiqlol, himoya generali, havodagi janglarning mutlaq qiroli, Umar Eshmurodov, Nasaf, murosasiz jangchi, raqibga nafas oldirmaydigan tank, Avazbek O'lmasaliyev, Agemka, intizom va mehnatkashlik namunasi, Jahongir O'rozov, Dinamo, tezkor va zamonaviy yangi avlod himoyachisi, Abdulla Abdullayev, Dibba Alfijayra, universal askar, Farruh Sayfiyev, neftchi, tajriba va qanotdagi cheksiz energiya, Hojakbar Alijonov, Paxtakor, hujumkor o'ng qanot va o'tkir krosslar ustasi, Sherzod Nasrullayev, Paxtakor, chap qanot dvigateli, Behruz Karimov, Surxon, katta bosimga dosh bera oladigan yangi nom. Yarim himoyachilarga o'tamiz. Otabek Shukurov, Banyas, Birlashgan Arab Amirliklari, maydon markazining yuragi va xarakteri, Odilbek Hamrobekov, Traktor, o'yinning intizomi, tarkibning eng aqlli va ko'rinmas qahramoni, Akmal Mazgovoy, Paxtakor, kreativlikning ajoyib ustasi, Jamshid Iskanderov, neftchi, futbol akademigi, bitta pas bilan o'yin taqdirini hal qiluvchi daho, Jasurbek Jaloliddinov, Sug'diyona, standartlar qiroli va kutilmagan zarbalar ustasi, Azizbek G'aniyev, Albateh, uzoq masofali snayper, kuchli zarba egasi, Umarali Rahmonaliyev, Sabaq, yosh tajovuzkor va intellektual tayanch o'yinchisi, Sherzod Esanov, Buxoro, zaxiradan o'yinni kuchaytira oladigan kreativ kuch. Endi esa hujumchilarga o'tamiz do'stlar. Eldor Shomurodov, Istanbul Başakşehir, kapitan, yetakchi va jamoaning bosh xalqaro ramzi, Abbosbek Fayzullayev, Istanbul Başakşehir, kreativ sehrgar, skautlar nishonidagi eng aqlli o'yinchimiz, Oson Urunov, Persepolis, kuch va dribling uyg'unligi, to'xtatib bo'lmas va rang-barang hujumlar ustasi, Jaloliddin Masharipov, Istiqlol, tajriba, xalqaro klass va chap qanotdagi bosh og'riq, Dostonbek Hamdamov, Paxtakor, muhim o'yinlarda kerak bo'ladigan sovuqqon ijrochi, Ruslanbek Jiyanov, Navbahor, raqib charchaganda o'yinni portlatadigan tezlik, Azizbek Omonov, Dinamo, jarima maydonidagi gol instinkti, Sherzod Temirov, himoyachilarga tinim bermaydigan jismoniy pressing egasi va Igor Sergeyev, Persepolis, tajribali killer, bitta vaziyat va bitta gol. Xo'sh do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Bu tarkibga kirishga yana kimlar loyiq edi, kimlar qolib ketdi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Umuman olganda, mana shunday tarkib bilan qanday natija qayd eta olamiz? Barchasini yozib keting.